Avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana kayfiyat zo'r. Mana elimizga bahor keldi, Navro'z keldi. Yangi O'zbekiston mana olam bo'ylab Navro'z mana bahor shunday kezib bir bayramlar keldi-da. Mana osmonlarga chiqdi kamalak. Qizlar tag'ib mana o'ynayapti jamalak. Momalarimiz mana qaynatyapti sumalak. Yurtimga bahor keldi, yurtimga Navro'z keldi. Bekobodga ham mana Navro'z keldi, bahor keldi. Bugun mana eng go'zal mana har ham kelib turamiz, bayramlarga chaqirib turadi. Rahmat. Bekobod xalqiga mana Surxondaryodan salom. Navro'z olam muborak bo'lsin. Bayroqday toshib, ilhom olib jo'shib, avvalambor shunday sharoitlar yaratib bergan yurtmoshim yuzlardan oshib yursin. Shu yurtning mana aktiv rahbarlariga ham rahmat, nuroniy chollariga, mana xolalarimning, momalarimning mana eski milliy mana kurtalarni, atlaslarni kiyib marib turib o'ynab yotishini ko'rib, odam kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi. Jeganing bo'lsin qandi nobod, O'zbekiston buyuk bo'ldi davlat. Mana bir tomonda hosila kuylayapti, bir tomonda Og'abek kuylayapti. Mana gulla yashna bundan buyog'i ham Bekobod deb baxshilar, shularning yerlariga kelsin doim yaxshilar. Bekobod xalqiga doim ta'zimdamiz. Doiradan toshib yuringlar, ilhom har doim xizmatni qo'shib yuringlar. Qanday yurtga bunday to'y yarashadi? Xalqi dadil, podshoh odil yurtga bunday to'ylar yarashadi. Bekobodliklar tabriklayman. Rahmat. Rahmat.